Toshkent davlat agrar universiteti matbuot xizmati hafta yangiliklarini taqdim etishda davom etadi. Assalomu alaykum, studiyada Mahliyo Tursunaliyeva. Toshkent davlat agrar universitetida talaba yoshlarning taklif va tashabbuslarini tinglash, ta'lim jarayonini yanada takomillashtirish maqsadida rektor va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tadbirda universitet rahbariyati, yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat boshqarmasi vakillari, Yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkiloti, universitet va fakultet koordinatorlari hamda faol talabalar ishtirok etishdi. Uchrashuv davomida talabalarning tashabbuslari tinglanib, ta'lim muhitini yaxshilash, innovatsion g'oyalarni amaliyotga joriy etish masalalari muhokama qilindi. Shu bilan birga Agrologistika va biznes fakulteti hamda Agrobiologiya fakulteti Yoshlar ittifoqi koordinatorlariga muhim vazifalar yuklatildi. Toshkent davlat agrar universiteti rektori Narslon Murodov universitetning registrator ofis va ta'lim jarayonlari sifati bilan tanishdi. Tashrif davomida u ta'lim jarayonlarini avtomatlashtirish, abituriyentlarning jihozlanishi hamda o'qituvchilarning pedagogik yondashuvlarini o'rgandi. Shuningdek, rektor talabalar va professor o'qituvchilar bilan muloqot qilib, ta'lim sifatini oshirish bo'yicha taklif va fikrlarni tingladi. Innovatsion usullarni joriy etish, ilmiy tadqiqot faoliyatini rivojlantirish hamda mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha mutasaddilarga tegishli topshiriq va vazifalar berildi. O'zbekiston agrosanoat majmui xodimlari kasaba uyushmasi Respublika kengashi tomonidan Toshkent davlat agrar universitetiga vaucher taqdim etildi. Unga asosan universitet professor o'qituvchilari va ishchi xodimlari Ko'hna Xorazm viloyatida sayohatda bo'lishdi. Ichki turizmni rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan mazkur sayohat davomida Xorazmning boy madaniy merosi, tarixiy obidalari va shu kabi diqqatga sazovor joylarni ko'rib, katta taassurotlar olishdi. Toshkent davlat agrar universitetida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 8-noyabrdagi 389-sonli qarori ijrosini ta'minlash doirasida nogironligi bo'lgan shaxslarni sportga jalb etish va jismoniy reabilitatsiya qilish tizimini rivojlantirish bo'yicha muhim uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda ishtirokchilar tomonidan O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi tizimidagi oliy ta'lim muassasalari o'rtasida para-sport turlari bo'yicha muntazam musobaqalarni tashkil etish taklifi ilgari surildi. Toshkent davlat agrar universiteti rektori Narslon Murodov boshchiligida talabalar bilan sayyor qabul o'tkazildi. Uchrashuvda Qibray tumani ichki ishlar bo'limi o'rinbosari D. Mirziyotov va tegishli mas'ullar ishtirok etib, talabalar tomonidan ko'tarilgan masalalarni tinglashdi. Qabul davomida talabalar sayyor bank, tem tizimidagi yangiliklar, sport infratuzilmasini rivojlantirish va boshqa yo'nalishlarda muhim takliflarni ilgari surishdi. Universitet rahbariyati har bir taklifni diqqat bilan tinglab, mavjud muammolarga joyida yechim berishdi va choralarni ko'rishdi. Toshkent davlat agrar universitetida o'rmonchilik va dorivor o'simlikshunoslik sohasini rivojlantirishda olima ayollarning o'rni mavzusida birinchi respublika ilmiy amaliy anjumani bo'lib o'tdi. Anjumanda yetakchi olimlar, professorlar, mutaxassislar o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etib, dorivor o'simliklar va o'rmonchilik sohasidagi dolzarb muammolar, ularning yechimlari hamda olima ayollarning ushbu sohadagi o'rni haqida fikr almashishdi. O'zbekiston davlat satira teatrida Toshkent davlat agrar universiteti iste'dod teatr jamoasi tomonidan Tog'ay Murod asari asosida sahnalashtirilgan Otamdan qolgan dalalar nomli spektakl namoyishi bo'lib o'tdi. Mazkur spektakl tomoshabinlari universitetimiz rahbariyati, fakultet dekanlari, professor o'qituvchilar va talabalar ko'pligidan zalda bo'sh joy qolmadi. San'at va teatrga bo'lgan bunday katta qiziqish ijodiy jamoamizga yanada kuch va ilhom bag'ishladi. Toshkent davlat agrar universitetida ilmiy kengashning 8-sonli majlisi bo'lib o'tdi. Majlisda fakultet va kafedralarda o'quv adabiyotlari bilan ta'minlanganligi, o'quv adabiyotlarini chop etishda muammo va kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi, kafedralardagi to'garaklar faoliyati, yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar va ularni bartaraf etish chora-tadbirlari, fakultet va kafeldralar kesimida professor o'qituvchilar tomonidan Xemis axborot tizimida qo'yilayotgan kamchiliklar, 7-sonli yig'ilishda qabul qilingan qarorlarning ijrosi, Agrologistika va biznes fakulteti hamda Huquq va turizm fakultetlarining o'quv uslubiy, ilmiy va ma'naviy ma'rifiy ishlarini o'rganish natijalari kabi masalalar muhokama qilindi. Shuningdek, ilmiy daraja va ilmiy unvon olgan Toshkent davlat agrar universiteti professor o'qituvchilari hamda prezident va davlat stipendiyasi sovrindorlarini taqdirlash marosimi o'tkazildi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.